Bolaligimda bu rivoyatni eshitib, to'g'risi unchalik tushunmagan edim. Yillar o'tib, ulg'ayib, uning asl ma'nosini tushunib boryapman va hayratlanyapman. Rivoyatlarga ko'ra, Amir Temur bobomiz vafotlaridan avval meni ustozimning oyoq taraflariga dafn qilinglar deb vasiyat qilgan ekanlar. Sababi men doim ustozimning shogirdi bo'lib qolaman degan ekanlar. Qanday buyuk kamtarlik, to'g'rimi? Mana o'sha qabrlar. Siz ko'rib turgan birinchi qabr Said Baraka, ya'ni Sohibqiron bobomizning ustozlarining qabrlari. Ularning oyoq taraflarida esa Amir Temur bobomizning sag'analari joylashgan. Butun dunyodan kelgan sayyohlar ustoz va shogirdning qabrlari joylashuvini ko'rib hayratda qolishyapti. Said Baraka va Amir Temurning ustoz shogirdlik aloqalari nafaqat Sharq mamlakatlari, balki butun dunyo e'tiborini tortgan. Amir Temur urushga otlanishdan avval ustozidan maslahat olgan, duo olgan. Urushdan qaytgandan so'ng ham birinchi bo'lib ustozini ko'rgan bo'lgan. Qarang, tasavvur qilyapsizmi? Amir Temurdek inson ustozini shu qadar qadrlagan. Shuning uchun Amir Temurga o'zi ham aziz bo'lgan. Aslida tarixni o'zi juda katta ustoz. To'g'rimi?